Har doim nefrit ko'li haqida gapirganimda juda ham ko'p tanishlarim u joyga bormasligimni maslahat berishardi. Sababi yo'llari juda ham yomon, jarlilar, tikki tepalilar juda ham ko'p. Bu mashinani yetib bora olmaysan deb aytishardi. Men bu narsani Jetur T2 mashinasida sinab ko'rishni xohladim. Yo'lda qanaqa qiyinchilik keladigan bo'lsa, har bittasini videoga olaman va nefritga kelmoqchi bo'lgan odamlarni shu narsa bilan ogohlantiraman deb hamma narsani videoga oldim. Jetur T2 mashinasining motori 2 litrli turbo ekan. Ot kuchi 245-254 ekan. 100 km/soatiga taxminan 8 sekundda chiqib olar ekan. 4 ta balon hammasi tortar ekan. Avtomat korobka 7 tali ekan. Yoqilg'i sarfi 8 ta 10 ta chamasi. Bak hajmi 70 litr, bagaj hajmi 580 litr, o'rindiqlar soni 5 ta. Shuncha komfortlar bilan men nefritga qarab yo'l oldim. В Джетуре двигаюсь по трассе, уверенно, как бизнес-классе. Это китаец на тяжелой массе. Джетур, 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 И пусть весь мир натянет пластырь, на мне броня, она как панцирь. Это китаец на тяжелой массе. Джетур, 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 Трасса Ашхабад, Пекин. Резину трет асфальт, я мчу как гоночный болид. Пыль за спиной, хотя не перешел лимит. Welcome everyone to the after show in Beijing. Assalomu alaykum. Charchavasiz aka, tuzumsiz? Rahmat, birga bo'lsin aka. To'lov borkasi 20.600 so'mdan kishi boshiga. 20.600 kishi boshiga. Xuddi shu yerga to'lov qilib bo'lganinglardan keyin yana sizlarni 2,5 kilometrlik yo'l kutib oladi. Yaqinima mashina tushsa bo'lmaydimi? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisizlar? Charchaysizlar? Rahmat. Zo'nsizlar? Rahmat. Nima tushib bo'lmaydimi bu yoqda? Nega? Shunaqa tepadan prikaz bo'ldi, shundan yopib qo'yamiz. Orqadan 200 metr akalar. Naborot maza qilib kelasiz, mashinada. Ko'rganinglardek, mashinada mumkin emas ekan kirish. Shuning uchun yayov kirishga to'g'ri keldi. Nima deymiz endi, chidaymiz. Shuncha masofa bosib keldik, bu yoqqa ham oxirigacha boramiz. Yayov bo'lsa ham. Manzara juda ham go'zal. Menimcha, o'zimizning Devo mashinalari bu yoqqa yetib kelishi juda ham qiyin bo'lsa kerak. Hech qanaqa qiyinchilik va tilim aylanmayapti uje. Qiyinchilar, voy bile, tilim aylanmayapti. Ancha mashaqqat ekan bu yoqqa yurish. Bu suv ekan. Chiqib olish kerak. Nahotki yetib keldik. Voy. Mashina mi?